Assalomu alaykum. Bugun Kitob House juda katta podkast. Birinchi podkast o'zim uchun ham tajriba bo'layapti. 25-yilni sarhisobini, Yangi yil bayrami sonini olyapmiz. Bugun mehmonlarimiz ko'p. Birinchi mehmonimiz Shahnoz opa Navruzova mahalla kutubxonasi loyihasi asoschilari Nodir opa Ibrohimova, adiba, tarjimon va yozuvchi, ijodkor, nima deydi? Zamonaviy ijodkor insonlardan va Ma'rifjon aka Ochilov eng keksa birinchilardan bo'lib o'sha bu blogni kitob sohasida gapirishni boshlagan insonlardan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xursandmiz sizlarni ko'rib turganimizda. Xo'p, birinchi savol. 25-yil umuman qanaqa o'tdi? Ko'ngillaringiz to'ldimi? Endi hozir hamma sarhisobni boshlagan, o'zini kanalida, blogida, ijtimoiy tarmoqlarda. Umuman qanaqa o'tdi yil? Nimalarga erishdik? Nimalar ortda qolib ketdi? Ma'rif aka? Juda ham katta mas'uliyat yuklab yubordingiz 25-yilni sarhisobi deb, chunki sarhisob qiladigan darajada gapira oladigan odamlar kelish kerak. Endi biz nima deydi, o'zimizdan kelib chiqib gapiramiz. Masalan, men o'zimdan kelib chiqib gapiraman. Men uchun 25-yil yaxshi o'tdi. Kitoblar oxirgi 2-3 yilda ma'lum bir sabablarga ko'ra kitoblardan ozgina uzoqlashib, shunda ham o'qigandim, juda ham ko'p emas edi, lekin 25-yilda anchagina bir 30 dan ziyod adashmasam kitob o'qib qo'ydim. Hali sanaganim yo'q. Sanab chiqaman yilning oxirida. Undan tashqari audio kitoblar eshitib shunaqa qilib yuribman. 25-yil yana nimasi bilan esda qolyapti menda? Va nihoyat YouTube kanalimga yana ham jon berdim. Bu har yilni boshida aytadigan gapim bo'lardi. Men shu yildan YouTube kanalimni rivojlantiraman, unga e'tibor beraman deb, lekin hech qo'limdan kelmasdi va lekin 25-yilda xudoga shukr hozir anchagina jonlanib qoldi. YouTube kanalimda kitoblardan tashqari kinolar va psixologiya haqida gapiraman. O'zi uchalasini birlashtirib, qorishtirib shunaqa narsa qilaman. Zo'r, men o'zim ham doim kuzatib boraman. Ma'rif akaning YouTube kanallariga obuna bo'linglar. Bu yoqda chiqarib qo'yamiz. Shahnoz opa, sizda qalay o'tdi? Mahalla kutubxonasida nima gap so'zlar 25-yilda? Yuqorida Ma'rifjon aytganlaridek, kitob sohasida kitobxonlik bo'yicha yil sarhisobini qiladigan darajada bir deb o'ylamayman o'zimni. Juda ham, lekin ko'zim bilan ko'rib kuzatishimiz natijasida kitobxonlik sohasida ancha yutuqli loyihalar bo'ldi. Buni bemalol ayta olaman. Ularga misollar ham hali keltirib o'tamiz suhbat mobaynida. Bevosita men o'sha mahalla kutubxonasi loyihasi haqida aytadigan bo'lsam, 2024-yilda bizaga juda katta raqamlarni e'lon qilganmiz. O'sha kutubxona, mahalla kutubxonalarimiz soni bittadan 115 taga 100 dan oshiqqa yetgan haqida gapirgan bo'lsak, raqamlarni ko'paytirgan bo'lsak, 2025-yil xuddi mana shu raqamlarni sifat ustida ishlashimiz uchun juda ham omadli yil bo'ldi. Albatta, bu mahalla kutubxonalarini tashkil qilib shunchaki sonni ko'paytirish bo'lmadi-da, biz avval bu narsani tizimli yo'lga qo'yib olib, bu loyihani sifat ustida ishlab, har bitta mahalla kutubxonachisini o'sha sohaga kirishini yaxshilab mustahkamlab, ularni o'qitib, turli treninglarda kuzatib borayotgandirsiz. Ancha saviya ustida ishlab, yutuqli natijalarga erishdik deb o'ylayman. Bir nechta kurslarda o'qishdi. Shu jihatdan aholini o'rgatdik mahalla kutubxonalariga. Hozir mahalla aholisi, ayniqsa mahalla bolalari o'sha mahalla kutubxonalarimizda yashashadi desam, men qaysidir ma'noda to'g'ri bo'ladi. Mahalla kutubxonalarimiz aholi uchun kichik bir kutubxona, ya'ni kitoblar joylashgan maskandan tashqari kichik bir ijtimoiy punktga aylandi desam to'g'ri bo'ladi. Undan tashqari mahalla kutubxonasining eng katta yutuqlaridan bittasi yaqinda sentyabr oyida 4 ta yirik davlat tashkiloti hamkorligida mahalla kutubxonalarini respublikaning turli hududlarida 1000 ga yaqin mahallalarda tashkil qilish uchun qo'shma qaror imzolandik. Shunga erishdik. 2025-yilda mahalla kutubxonasi loyihasi uchun eng katta yutuqlardan bittasi shu desam bo'ladi. Demak, keyingi yillarda viloyatlarda ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, Xudo xohlasa 2026-yilda qattiq, ya'ni qadamlar bilan mana shu qo'shma qaror ijrosi
hamkor tashkilotlar bilan birgalikda harakat qilib boshlaymiz. Zo'r. Mahalla kutubxonasiga hali suhbatimiz davomida qaytamiz, chunki o'zim shaxsan bu loyiha ichida yurgan odam sifatida o'zimni ham gaplarim ko'p. Nodira opa, sizda qanaqa bo'ldi tarjima ishlari, o'zingizni shaxsiy ijodingizda? Endi uyda erkin ijodkor bo'lganim uchun hisobotim faqat shu uy doirasida, shaxsiy xonam doirasida. Birinchi o'rinda niyat qilgan, lekin erisha olmagan narsalarimni sanab o'taman. Roman yozmoqchi edim. Bu 3 yildan beri rejamdagi, lekin hali ham shu yetib kela olmayotgan niyatim. Bunga alohida endi bir nimani tushundim, tarjimadan uzilish kerak ekan roman yozish uchun. Chunki tarjima odamni vaqtini ham, energiyasini ham olib qo'yadigan jarayon. Balki keyingi yillarga, balki undan keyingi yillarga hisobot qilganimda bu plyus bo'lar. Keyin ikkinchi rejam bu sotib olgan hamma yangi kitoblarni o'qishida. Lekin afsuski hozir sanasam unga ham bormayapti. Mutolaada suslik qilman deyman, lekin bir tarafdan men tarjima qilganda o'sha kitobni o'qiyman. Ya'ni o'sha agar tarjimalarimni ham qo'shsa, keyin yana bundan tashqari 10 oshiq kitoblar tahrir qildim yil davomida. Uni ham qo'shsak, menimcha kattaroq raqam chiqib qolar ekan. Endi erishganlarimga keladigan bo'lsak, eng katta oldimdagi maqsadim bajarganim o'sha falsafa doktori bo'yicha dissertatsiyamni yoqladim. Shu kichkina kitobcha men 3 yillik umrim. Tabriklaymiz. Rahmat. Ilm va ijodni bir-biriga bir vaqtda parallel boshqarish juda ham qiyin ekan, chunki ilmda qoliplari bor. Bilasizlar, ijod erkinlik, qolipsiz. Ana shu qoliplarga sig'magan bir ilmiy ishlarimni taqdim etdim, lekin imkon qadar harakat qildim. O'shanda ko'pincha qaychilab tashlashadi-ku ilmiy ishlarda asosiy fikrda. O'shani saqlab qolishga, chunki Hemingwayda Alvido qirolini tahlil qilganman va Svetlana Alekseyevichni ayolning urushdan yiroq qiyofasi shu ikkita roman tahlili. O'sha o'zimga yoqqan muhim jihatlarni dissertatsiyada saqlab qola oldim. Shunga xursand bo'ldim. Va keyin bilamiz, bank va ma'rifat loyihasi bo'ldi bu yil bizga yangilik sifatida kitob sohasida eng katta loyihalardan biri, ya'ni banklar va nashriyotlarning hamkorlikda kitob chiqarishi. Chunki bilamiz, ko'p nashriyotlarda o'zbek adiblarini, o'zbek shoirlarini chiqarish uchun yetarli mablag' bo'lmaydi. Hozir ana shu mablag'ni bank qoplab beryapti va natijada bizda imkon paydo bo'ldi yangi asarlarimizni chop etish. Ana shu loyihalardan birida mana shu kitobim chiqdi. Bunda Mikrokredit bank va ijod nashr ikkisi hamkorlikda, bu menimcha 6-kitobi bo'lishi kerak. Ungacha ham kitoblar chiqarishdi. Shu loyihaga men rahmat aytmoqchiman, shu fursatdan foydalanib, chunki bizda ko'pincha qissalar, hikoyalar yig'ilib qoladi, lekin nashriyotlarga olib borsak, ular ko'pincha jahon adabiyoti bilan band bo'lishadi. O'zim tarjimon sifatida bilaman. Tarjimalarim nima bo'lmaydi, masalan, qaytarilmaydi, tarjimani olishadi, lekin o'zingiz asaringizni olib borsangiz, bu sotilarmikan degan ikkilanish paydo bo'lardi ularda. Lekin men tahrir jarayonida bildimki, masalan, Misr, Arab, Turk yoki Yevropa kitoblarini tahrir qilyapman, zamonaviy asarlarni. Bizda ham shunaqa adiblar bor-ku deyman. Nimaga shularga nashriyot e'tibor bermayapti? Nashriyot shuni brend qilib olib chiqsa bo'ladi. Masalan, Yaponiya Murakamini qanaqa harakat qilgan brend qilish uchun. Bizda shu nashriyotlarga balki keyingi yillarda bir taklif sifatida aytaman, o'zbek ijodkorlar orasida qidiring, ayniqsa yoshlar orasida hozir qanaqadir modernda yozayotganlar bor, ong oqimi ostida yozayotganlar ham paydo bo'lgan. Shularga faqat rag'bat kerakda, chunki ular ba'zilari shunchalik ichkin yoki qandaydir depressiv odamlar borki, nashriyotga olib borishga ham qo'rqadi asarni. Shularni topish kerak, chiqarish kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari asosan tarjimalar, shu ikkita tarjimam chiqdi. Herman Hesse va Emily Bronte. Bu ingliz adabiyoti bo'lsa, bu nemis adabiyoti. Bundan tashqari she'riy kitobim, bu yilda boshida chiqqan. Oqdan qizilga, aks loyihasida Oqdan qizilga she'riy kitobim. Demak, she'riy nasriy va tarjima kitoblarim va dissertatsiyam bilan hozir endi o'ylasam menimcha ancha chiqibman. Ajoyib. Hozir o'sha aytib o'tdingiz bitta mavzuni, og'riqli mavzu rostdan ham bizda tarjimalar ko'paydi. Men buni import eksportga o'xshataman. O'zimizda nimaga e'tibor berilmaydi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, siz shunaqa ijodkorsiz, ya'ni ilm qilgan, masalan, PhD yoqladim dedingiz va zamonaviy instrumentlar aytadigan bo'lsak, Telegram, Instagramdan faol foydalanasiz, o'zingiz faol targ'ib qilib borasiz kitoblarni. Nimaga nashriyotlar o'zbek adabiyotini olib chiqishga qo'rqishadi?
Birinchi sababi bizda o'zbek tilidan chet tiliga tarjima qiladigan badiiy tarjimonlar juda ham sanoqli. Chet tilidan masalan o'zim ham tarjima qilaman. Badiiy tarjimon sifatida, lekin o'zim o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilishda qiynalaman, chunki uni ingliz tilida men ona tili deb bilishim kerakda. O'sha nima ba'zan kamlik qilib qoladi. Masalan, man jahon tillarida bor, ingliz tilini o'sha C1 darajada biladigan, chuqur biladigan, lekin ularda badiiy tarjimon unuqda. Shuning uchun tarjimon topishga biz qiynalamiz. Hozir bitta men bilgandan Munira Norova bor. Ayni paytda imkoni boricha, kuchi boricha o'zbek adiblarini, yozuvchilarini tarjima qilib, jahondagi nimasi nufuzi baland jurnallarga taqdim etib kelyapti. Lekin u bir o'zi eplay olmaydi, chunki qancha yozuvchi, shoir bor. Shu tarafdan sustligi bor. Ikkinchi tarafdan bizda zamonaviy shoir yozuvchilar bilan xalqaro aloqalar deyarli yo'q, kam desa bo'ladi. Masalan, menga yaqinda Polshadan bitta tarjimon murojaat qildi. Biz Facebookda do'stlashgan ekanmiz. U ancha vaqt postlarimni kuzatib borgan va hikoya so'radi. Hikoyamni taqdim etgandim, bahor faslida edi bu. Keyin u uni polyak tiliga tarjima qildi. Keyin u Germaniyada kitob bo'lib chiqdi. Ya'ni butun jahon yozuvchilaridan yig'ilgan hikoyalar, she'rlarni ular polyak tilida antologiya qilib chiqarishdi va dunyo bo'ylab sotuvga qo'yishdi. Keyin o'yladim, nimaga bizda shunaqa qilinmaydi? Biz nimaga jahondagi hozirgi yozuvchilarning hikoyalarini saralab olmaymizda, tarjima qilib, masalan, ular muallifligini beradi, ular buning uchun alohida haq so'ramaydi, chunki bitta hikoya uchun ko'pchilik gonorar so'ramaydi va xursand bo'ladi u o'zbek tiliga tarjima qilinayotgan. Nimaga shunaqa to'plamlar biz qilmaymiz? Nashriyotlarga agar shuni taqdim etsak chiqaradimi degan savol ham tug'iladi. Chiqarishi mumkin. Lekin aytganimdek, bizda tarjimonlar guruhini yig'ib olish, ular bilan kontakt o'rnatish, shartnomalar tuzish uchun ko'ngillilar kam. Masalan, men ko'ngilli sifatida Atirgul tikoni degan bitta to'plam nashr qilganman. Unda o'sha jahon adabiyotida sari hozir ko'proq tirik bo'lgan yozuvchilarni qamrab olib chiqardik. Imkon qadar sotildi ham. Lekin ana shu ko'ngilli sifatida baribir odam energiyasini olib qo'yadi, chunki bunga haq to'lanmaydi. Agar mana shu tizimda haq to'lanadigan, gonorar to'lanadigan yoki badiiy tarjimonlar yetishtirib chiqadigan qanaqadir nimalar, to'garaklar ochilsa, deyman, rivojlanishi mumkin. Bunga e'tibor qaratadigan aynan qaysidir tashkilot yo'q. Aslida Yozuvchilar uyushmasi xalqaro bo'limi ham ko'p ishlar qiladi. Har yillik hisobotlarni men eshitaman, shunday kitob chiqdi, unaqa chiqdi, lekin bu o'sha doirada qolib ketyapti. Ya'ni u butun nima bo'lib tarqalmayapti uni xabari. Yaxshi kitoblar chiqadi masalan, shunchaki chiqqan joyda qoladi. Ya'ni u ko'proq tarqalishi kerak deb o'ylayman-da. PR xizmati ham bu yoqda katta o'rin tutadi. Shu o'rinda masalan o'sha uyushma, har xil tashkilotlar bizda faol ishlayapti deysiz, lekin nimaga oddiy kitobxon bilmaydi? Masalan, men oddiy kitobxon sifatida yoki Ma'ruf aka bilmaydilar bu narsani, qanaqadir yopiq eshiklar ortida bu narsalar o'tib ketib qoladi. Ya'ni ikkita to'lqinga bo'linib qolgandek-da meni nazarimda. Ya'ni bu yoqda o'zi men tarjimalarni o'qiyotgan, yangi nashriyotlar bilan faol ishlayotgan qatlam bor va o'z o'rnida yana bitta qatlam bor. Ular raqamlarni keltiradi, lekin bu raqamlarni biz ko'rmaymiz-da. O'zim Yozuvchilar uyushmasining tadbirlariga ko'p boraman, chunki uyushma a'zosi bo'lganim uchun qanaqadir ijodiy nimalarda, muhokamalarda qatnashaman, yillik sarhisoblarda qatnashaman. O'shanda ko'raman, yaxshi kitoblar chiqyapti, u yoqda ham yaxshi tarjimonlar bor, qaysidir ma'noda xalqaro aloqalar bo'lyapti, lekin shuni biz faqat uyushmaning rasmiy kanalidagina o'qiyapman-da. U boshqa joylarga ham chiqish kerak. Masalan, UZAda rasmiy xabar bo'lib chiqadi. Yo'q, bunga qanaqadir ularda book blogerlik nimasi shakllanmagan hali. Book blogging ularda shakllanmagan. Balki shunaqa vakansiya ochish kerakdir uyushmada. Book bloger ochib, sen boshqa book blogerlar bilan uyushmani hamkorlikda bog'lab qo'yasan. Tadbirlarimizga chaqirasan, biz chiqarayotgan kitoblar ularga sovg'a qilasan. Bilasizmi, ularda chiqqan kitoblar hech qaysi bir sotuvga chiqarilmaydi. Shu tomoni ham bor lekin. Hammasi sovg'a qilinadi kutubxonalarga. Mana siz bilsangiz kerak, uyushma kitoblari ko'p-ku, nimada kutubxonalarda. Uyushmada masalan qaysi kutubxonaga kirsam deb ochaman, bu Yozuvchilar uyushmasidan kelgan kitoblar bo'ladi. Ana shularni faqat kutubxonada saqlash emas, o'sha blogerlarga ham, blogerlarga ham taqdim etish kerak. O'shalar tahlillarini, mana podkastlar uyushtirish kerak. Masalan, uyushmani podkast qilishga bemalol qurib yetadi. O'sha yerda sharoitlar bor. Chaqirishsa, mana uyushmadan tashqaridagi yozuvchi, tashqaridagi blogerlar chaqirib, faoliyatlar bilan tanishtirishsin. Shunaqa taklif berardim agar bu podkastlar tinglashsa. Rahmat. O'zi umumiy savol bu. Adabiyot qaysidir qatlam uchun bo'lishi kerakmi yoki xalq omma uchun hammi?
Chunki masalan mana shu qaysidir tashkilotlarda men o'zim kuzatganimda tarmoqlarni yoki boshqalarni umumiy kitobxon ommasini biroz chetlab o'tishadi-da. Faqat kimlar uchundir chiqariladi yoki aytganlaridek faqat kutubxonalar uchun, oddiy kitobxonni qo'liga boshqa kitoblarga o'xshab yetib bormaydi. Shu haqda fikrlaringiz qiziq edi. Ya'ni adabiyot o'zi hamma uchun bo'lishi kerakmi yoki faqat adabiyotni tushunadigan xoslar uchunmi? Qaysidir davrlarda baribir shunaqa bo'lgan-ku, kitoblar kimlar uchundir bo'lgan. Xo'p, men Nodir opani fikrlaridan davom etkazib ketaman. Adabiyot hamma uchun bo'lishi kerak o'zi, hamma uchun bo'lishi kerak, lekin o'sha targ'ibot instrumentlari, PR instrumentlari juda ham bizda aniq bitta yo'nalishga, qolipga tushib qolganda, yo'q, u kengroq bo'lishi kerak. Hammaga yetib borishi uchun mana o'zimdan misol keltirib aytib ketaman. Bundan bir 3-4 yil oldin bu ko'z bilan hamkorlikda kitob muhokamasini yo'lga qo'ygan edik. O'shanda Davron Sultonov degan yozuvchini kitobini o'zim uchun kashf qilganman. O'sha kitob muhokamaga qo'yildi. Davron akani o'zlari ham keldi, kitob muallifi hech kim bilmadi. Kitob muhokamasi davomida u kishi ham biz bilan birga bo'ldi. Gaplashib, oxirida e'lon qilindi. Undan tashqari kitobni faqatgina hozir tarqatib emas, kitobni PR qilish deganda kitob blogerlarga berib, rasm qo'yib ber yoki video qo'yib ber deb emas, boshqacha targ'ibot yo'llari ham bor. Masalan, podkastda muhokama qilish bor, qanaqadir kitob klublarda muhokama qilish bor yoki mana kitob Tolkienmidi, adashmasam, o'shanaqa loyihalar chiqyapti. Har xil yo'llarda kitoblarning targ'ibotini Nodir opa aytgandek, o'zimizni o'zbek adabiyotini, o'zbek yozuvchilarining kitoblarini shunaqa targ'ib qilish kerak. Mana shunda har bitta eshikka kirib boradi. Xohlaymizmi yo'qmi, hozir raqamliga o'tib ketgan hamma. Raqamli nimadan, tizimdan yaxshiroq maksimal foydalanishimiz kerak. Hamma telefonda ko'radi, YouTube ko'radi, Instagram ko'radi, Telegram ko'radi. Mana shu tomonlama hamma joyga kirib borish kerak deb o'ylayman. Targ'ibot bo'yicha-da. YouTube'da kitob haqida yoki o'zi umuman mana shunaqa san'at, adabiyot haqida kontent qiladigan odamlar bor. Ulardan foydalanish kerak. Yoki Instagramda blogerlarimiz bor. Aniq yo'nalishga ega. Ulardan foydalanish kerak. Targ'ibot faqatgina bir xil kitob tarqat, rasmini qo'y, все, bo'ldi, unaqa emas. Har xil usullardan foydalanib chiqish kerak. O'shanda hamma nima deydi, kitobga o'zi shundoq ham oxirgi yillarda kuzatyapman, kitobga qiziqish juda ham ko'paydi. Bir 5-6 yil oldin tanqid qilinardi, yoshlarimiz adabiyot o'qimayapti, kitob o'qimayapti. Yo'q, unaqa emas hozir. Hozir oxirgi 2-3 yilda kitobga nisbatan qiziqish juda ham kuchaydi va buni yana ham takomillashtirish uchun targ'ibot usullarini har xillaridan foydalanish kerak deb o'ylayman. O'sha loyihalar haqida gapirib o'tdingiz. Bundan 4-5 yil oldin o'zlaringiz ham loyiha qilgansizlar. Men endi bu kitob blog haqida tushuncha olib, shakllantirib, o'zim boshlab yurgan paytlarimda sizlarni kuzatardim asosan. Siz, Nazarbek aka, Jasur aka Panda Books, Mahim bor, yana 4-5 kishi bor edi. Unda faqat Telegram edi. Hali bunaqa Instagram, YouTube'lar unchalik rivojlanmagan paytda loyihalar qilgansizlar. Book Talks, adashmasam. Shunaqa edi. Loyihalarni rivojlanmasligiga yoki hozir ham bilamiz, hamma kim uchun o'zi qurbi yetgancha, ya'ni to'pla olgancha, qayerdadir joyini ola olgancha qilib yuribdi, lekin ular ham bir qanaqadir darajada ko'maklashishi yo'qda loyihalarga. Shunaqa. Nima deb o'ylaysiz, bu loyihalarning rivojlanishi qayerda qanaqangi muammo borki, ikki tomon bir-birini topa olmayapti? Yoki biror bir tashkilot kuzatishiga to'g'ri o'zim shubhalanaman, kuzatib kelinglar, biz mana bunaqa yordam beramiz deb degan narsa kamroqda mana shu kitob loyihalarida. Hamma yig'a olganicha, o'zi qurbi yetgancha qilib yuribdi. Book Talks ham adashmasam 3-4 ta bo'ldi, undan keyin yopilib ketdi. Menga juda yoqardi shu. 3 ta son olindi. Chunki zalda bunaqa to'lganini men ko'rmaganman. Kitob bo'yicha va kelayotgan mehmonlarni ham o'zim uchun kashf qilganman o'sha paytda. Masalan, kitob dizayner chaqirilgan Sanjar akani o'sha yerda taniganman. Mana shunaqa nima kamchilik bor-u, biz nimani tuzatishimiz kerak, qayerda kontak bo'lmayapti? Book Talks'da birinchi o'rinda bizni mana shu 5 ta asoschi bor.
5 ta asoschini boshini bir joyga yig'ib olish qiyin bo'lyapti. Chunki hammamiz har joyda tarqab ketganmiz. Hozir Mahin ham o'zini ishlari bilan, PhD shunaqa narsalar bilan, Nazarbek ham hozir ishlar bilan yuribdi, o'zini qanaqadir loyihalari bor. Undan tashqari Jasurbek hozir chet elda o'qishda. Efekxan ham oila qurgandan keyin ma'lum darajada tarmoqlardan uzoqlashgan. Qachonki biz o'zimiz yig'ilib ana shu narsani qilishimiz kerak desak, o'shanda birinchi o'rinda bo'lsa kerak. Undan tashqari muammolar, o'sha paytdagi muammolar, biz juda ko'p nashriyotlar, juda ko'p joylarga chiqqanmiz o'sha vaqtda. Bizga homiylik qilinglar, bizga joy masalasi muammo bo'lgan, juda ham muammo edi. Ko'chada qolib ketganmiz 2-3 soat. Juda ham muammo bo'lgan. Joy topib olishimiz, keyin undan tashqari nashriyotlarga chiqib ko'rganmiz, homiylik qilinglar. Chunki uni tashkillashtirishni o'zini qanaqadir xarajatlari bo'lardi-da. O'shanga oxirida o'zimiz pul tashlashib shunaqa narsalar qilardik. O'zimizning initsiativamiz bilan bo'lgan bu narsa. Hammamiz o'sha paytlari yonib turgan odamlar bo'lganmiz. Shuni hisobiga yaxshi bo'lgan. Videolarga ham olganmiz, bittasi chiqdi, qolganlari chiqmadi ham. Eslayman, nimada Beruniy tomonda Ziyo nimasi bor edi-yu. Ziyo nashrmi? Ziyo birinchi son o'sha yerda bo'lganda, o'sha yerda bo'lgan, svet o'chib qolgan. Svet o'chib qolgan, lekin o'shanda ham chiqib Sanjar aka o'sha yerda bor edi. Juda ham bir yonib o'tkazilgan, chunki o'sha paytlar bilmayman, hammamizda ko'zimiz yonib turgan, juda ham shu narsaga e'tibor berib harakat qilganmiz. Hozir bilmadim. Hozir ham agar yig'ilamiz desak, birinchi o'rinda o'sha beshalamizni bir joyga yig'ib olish kerak. Undan tashqari keyin endi menimcha hozir homiylardan, nima deydi, nashriyotlardan muammo bo'lmasa kerak. Chunki hozir kitobni hamma qo'llab-quvvatlayapti. Bilmadim, bir sinab ko'rish kerak. Balkim qachondir yig'ilar. Aniq ayta olmayman lekin. Muxlislaringiz sifatida qayta boshlash tarafdoriman deydi. Shahnoz opa, mahalla kutubxonalarida o'sha hozir aytdilar, yoshlar kitob o'qimayapti degan narsa bizda juda ham nima deydi, bir trenddagi oxirgi paytda bir trenddagi bahona bo'lib qolgandi. Kimgadir nimadir haqida savol bersangiz, kitob haqida, yoshlar baribir kitob o'qimaydi degan narsa. Lekin o'zim bilaman, mahalla kutubxonasi bu narsani qanaqadir darajada yo'q qilgan. Ya'ni noto'g'riligini isbotlagan loyiha. Bolalarni o'sha kitobga munosabati, umuman mahalla ahlini, o'sha yerdagi aholini kutubxonaga munosabati qanaqa hozir? To'g'ri aytasiz. Men ham ko'p eshitganman, yoshlar kitob o'qimaydi, odamlar kitob o'qimaydi, shunaqa deb. O'zim ham mana shu mahalla kutubxonasi tashkil qilmasdan oldin 5 yil O'zbekistonda bo'lmaganman. Lekin bu loyiha menda shubha bo'lmagan. Har doim kitob bo'lsa, bizani jamiyatda insonlar qiziqib o'qishga hech qachon shubha bo'lmagan. Balkim o'zim ham kitobxon sifatida balkim shunday qaragandirman. Mahalla kutubxonalarini tashkil qilgandan keyin birinchi kutubxonamizdayoq bu narsa o'z aksini topmadi. Ya'ni aholi kitob o'qimaydi, yoshlar, bolalar kitob o'qimaydi degan narsa birinchi kunning o'zidayoq yo'qqa chiqdi va hatto kutilgandan ham yuqori bo'ldi va mana keyin Toshkent shahrida 100 dan oshiq mahalla kutubxonalari tashkil qilindi. Keyin aytishdiki, endi Toshkent shahrida katta kutubxonalar bor. Undan tashqari hozir hamma narsa elektron bo'lib ketgan. Toshkent shahrida unaqa chekka joydagidek faol bo'lmasa kerak mahalla kutubxonasi deyishdi. Yo'q, mutlaqo noto'g'ri. Insonlar, jamiyat sharoit bo'lgan joyga intiladi va sharoit bo'lgan joydan foydalanadi. Shuni isbotini kutilgandan yuqori darajada ko'rdimki, odamlar kitob o'qimaydi degan narsa, yoshlar kitob o'qimaydi degan narsa yo'q. To'g'ri, yosh taqsimotini qilganda o'rta yoshdagilar balkim ma'lum miqdorda kamroq, mana bolalarga qaraganda, yosh kattalarga qaraganda kamroq foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Bu bizning statistikalarimizda seziladi. Lekin u yerda ham kutilgan natija yuqori, chunki ularni jamiyatda boshqa ishlari, faolliklari borligini
o'sha o'zini mas'uliyatlari borligini nazarda tutadigan bo'lsak, kutubxonada borib o'tirib o'qimaslik mumkin kitoblarni, lekin kitoblar faol darajada olib ketiladi va foydalanadi. Mahallalarda hozir juda kam qolgan mahalla kutubxonasi kitoblari kirib bormagan oilalar kam qolgan, ya'ni bu gap o'zini isbotini men uchun yo'qotgan. Ya'ni anaqasini ahamiyatini yo'qotgan. Aholi kitob o'qimaydi degan tushuncha yo'qqa chiqarib bo'lganmiz. Mahalla kutubxonasi buni eng katta o'zim uchun misollardan bittasi. Men buni hamma joyga borganda aytaman va o'sha isbotlarni ham tarmoqlarda ko'rsatib borishga harakat qilaman. Taxminan o'sha masalan bitta foydalanuvchi bir oyda qancha kitob o'qiydi? Ya'ni o'rtacha. Bizani mahalla kutubxonalarining eng faol foydalanuvchilari bu 15-16 yoshgacha bo'lgan bolalar. Ular bir oyda endi kitobni hajmiga qarab 7 ta 8 taga boradigani ham bor, 3 ta 4 ta bilan cheklanadigani ham bor va yana eng katta qatlam bu 45 yoshdan yuqorilar. Ularda ham 2 ta 3 taga masalan oddiy o'zim ko'zim bilan kuzatib turganlarni misol qilishim mumkin. Meni onam bilan dadam mahalla kutubxonasining eng faol ishtirokchilaridan, foydalanuvchilaridan bittasi. 8 ta kitob olib bergandim. Men o'tgan oyda o'sha mahalla kutubxonalarimizdan yig'ib aynan kiril yozuvidagilarni hali bir oy bo'lmadi. Ikkalasi ham o'qib bo'lib, bizga yana kitob deb turishibdi. O'shandan men bilsam bo'ladi, men aytdim sekinroq ozgina mahalla kutubxonalarimizda kiril yozuvida kitoblar kamroq, hozir ko'proq lotin yozuvida chiqyapti kitoblar. O'shaning uchun bular aynan mahalla kutubxonasi paydo bo'lgandan keyin raqamlar yuksala boshladi. Endi mahalla kutubxonasi bor bo'lgan mahallalar uchun aytyapman men bu narsani. Bir yilda 70 ta 80 ta kitob o'qigan bolalar bor. Aynan mahalla kutubxonasi borligi uchun bu raqamlar 70 ta 80 ta bo'lgan. Men aniq bilaman, o'sha o'zimning mahallamda ham o'sha kutubxona bo'lmaganda bu raqam 10 taga yoki 15 taga yoki borardi yoki yo'q. Bola bu yerdan maksimum foydalanyapti. Aholi u yerdan maksimum foydalanyapti. Bunga sabab esa o'sha yerda yaratilgan sharoit va kitoblar. O'shaning uchun sharoit berish kerak jamiyatga. Shu yerda bitta narsani aytib ketay. Men o'zim Navoiyni uzoq bitta tumani, Uchquduq tumanida katta bo'lganman-da. Kichkinaligimizda tumanda 2 ta kutubxonaga adashmasam borganman. Bittasida juda ham kam adabiyotlar bor edi, juda ham kam. Bittasida rus tilidagi kitoblar juda ham ko'p edi. O'zbek tilidagi kitoblar juda ham kam edi. Undan tashqari maktabimizda ham kutubxona bo'lardi, lekin bilmayman, hech kirib ko'rmaganman. Doim yopiq bo'lardi yoki nimadir tekshiruv, nimadir kirgizishi qiyin bo'lardi. Bu yoqqa kirib ko'rmaganman. Keyinchalik bizda madaniyat uyi bor, katta madaniyat uyi. O'shani ichida juda ham katta kutubxona bor. Lekin u yerga kirishing uchun sen ota-onang ish joyidan spravka olib kelishing kerak, yana nimalarnidir olib kelishing kerak. Shunaqa qiyinchiliklari bo'lgani uchun u men uchun mif bo'lib qolib ketgan, lekin o'sha yerda shunaqa katta kutubxona bor. Kirish uchun lekin qanaqadir etaplardan o'tish kerak. Hozir qanaqa borib o'sha obuna bo'lish jarayonlari, o'shalar haqida ozroq aytib bersangiz qiziq menga masalan. Rahmat. Menga har doim mahalla kutubxonasi haqidagi savollar qiziq. Xursand bo'lib qabul qilaman. Hech qanaqa bizda baryer yo'q, ya'ni hech qanaqa nimani xatlab o'tish kerak emas. Agar yonida bironta hujjati bo'lsa yonida o'sha a'zo bo'lishga borgan fuqaroning bo'lsa, undan kopiyalar olishadi, nusxa olib saqlab qo'yishadi va mahalla kutubxonasi bo'lgani uchun u yerdagi asosiy a'zo mahalla a'zolari bo'ladi va mahalla kutubxonachimiz ham mahalladan bo'lgani uchun hamma bir-birini taniydi. O'shaning uchun u yoqqa a'zo bo'lish uchun faqatgina ism, familiya, telefon raqam, bitta ikkita telefon raqam, ya'ni qo'shimcha yana telefon raqam oila a'zolaridan kimdir, shuning o'zi yetarli va kitoblarni olib ketaveradi. Cheklov yo'q. 3 ta olib ketadimi? 4 ta olib kerak emas, ota-onasini ishxonasidan. Yo'q, hech narsa kerak emas. Biz bolalarga ham ishonamiz. Endi juda kichkina bolalar, kitobni ishonish qiyin bo'lgan bolalar bo'lsa, albatta unga oyisi bilan yoki bo'lmasa opasi bilan kelishi tavsiya qilinadi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Qancha to'siq bo'lsa, qancha rasmiyatchilik bo'lsa, odam kitobdan o'zini tortadi-da.
Masalan, bolaligimni eslasam, hozir Respublika bolalar kutubxonasi bor-ku. Nimada Aha. hozir zamonaviy qilib ta'mirlandi. Biz paytimizda shuni yonida maktabda o'qiganman-da. Judayam xaroba bo'lardi, lekin ishlardi. Doim maktabdan chiqib o'sha yoqqa kirardim. Hech qanaqa hujjat so'ramasdi. Nima kitob o'qiging kelyapti qizim deb kutib olardi kutubxonachi. Men u kitobni olaman, yozib qo'yardim. Mana shu kitobni oldi. Necha kunda o'qib kelsang mayli deb berib yuborardi. O'qib kelardim, qaytarib berardim, yana almashardim. Shunaqa qilib men butun umrim bolaligimni eng zavqli paytlarim o'sha kutubxona bilan o'tganda, bolalar kutubxonasi bilan. Hozir bolalarimni olib borib ko'rdim u yoqqa. Kitob judayam ko'p ingliz tili, o'zbek tili, chet tillarida bemalol yotib o'qish mumkin, turib o'qish mumkin, o'tirib o'qish mumkin. Yoqadi bolalarimga. Baribir o'sha bolalarga qiziqtiradigan nimalar kutubxonachilarni ham hali mehri, muomalasi ham bog'liqda. Qanaqa u kitobga tortib olish o'sha kutubxonachilarning ko'p gardaniga tushadi. Qanchalik xushmuomala bo'lsa, men uni o'qib ko'rgan, qaytib kelsang yana boshqa kitob beraman deb qiziqtira olish kerak deb o'ylayman. Qancha baryer bo'lsa, to'siq bo'lsa, hujjat so'rasa, u qiyin masala menimcha. Xuddi shunaqa. Bu tomondan kutubxonachilar masalasida ham mahalla kutubxonasida juda zo'r holatlarni ko'rganman o'zim. O'smirlar bilan juda yaxshi ishlashadi. Mana bu o'sha maktabni 8-9-sinf bolalari bilamiz, endi bu yoshda nima deydi, odamni o'zini boshqacha dunyosi bo'ladi. O'tish davrida juda ko'p guvoh bo'lganman, o'zim ko'rib hayron qolganman. Katta bolalar bilan ham chiroyli muomala qilib, maktabdagi qanaqadir bo'layotgan muammolari yoki o'zini qanaqadir tushunmayotgan narsalarni kelib kutubxonachidan so'ragan joylarni ko'rganman-da. Bu juda ham zo'r bo'lgan. Men hayron qolganman. Kutubxonachiga kelib darsdan keyin maslahat qilib ketyapti. Menda mana bunaqa narsa bo'lyapti-da, nima qilsam bo'ladi deb. Bu borada Shahnoz opa, o'zim bilganim, mana kutubxonachilar adashmasam ichkarida ishlashmagan oldin, ya'ni uyda o'tirgan ayollardan ko'pi shunaqa olingan. Shunday. Bu ularni o'sha ijtimoiy hayotga moslashishi, hozir endi ko'p trening darslar tashkil qilinyapti bu borada, ularga har xil yo'nalishlarda qanaqa kechyapti ularni bu tomonga moslashishi, ijtimoiy faol bo'lishi? Endi bu jarayon qanchalik oson kechmaganini buni ham ko'rdim. Oson kechmasligini oldin boshdan ham tasavvur qilganman, qanchalik darajada qiyin bo'lishini. Chunki aytganingizdek, o'zi bundan olib qaraganda mahalla kutubxonasi bir strategik kompleks shaklda bir shakllantirganmizdek, hamma narsa maqsadli u yerda, hech bir narsa nazardan chetda qoldirilmagan. Mahalla kutubxonasi tashkil qilinadi. Mahalla kutubxonasiga olinadigan ishchi aynan shu mahallaning o'zidan bo'lishi kerak, sababi u yo'l xarajat qilib boshqa joyga borish kerak emas va mahalla aholisini taniydigan inson bo'lishi kerak va aynan ishga ehtiyoji bo'lgan, o'sha bandligi ta'minlanishi kerak deb olingan va biz uni o'qitib, o'zimiz shu jarayonga moslashtirib olishimiz ko'zda tutilgan. Bunda bu ko'p masalani yechimiga olib keladi bu narsa. Va mahalla kutubxonachilari o'sha tashkil qilingandan keyin yuzlab mahalla kutubxonachilari ishga olingach, avvalambor o'sha milliy kutubxona yordamida biz ularni kutubxonachilikka kirish kursida o'qitganmiz. Eng katta qadamlarimizdan bittasi bo'lgan. Ko'p narsani o'rganishgan va mahallada kitoblar inventarizatsiyasi, aholi bilan qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa qilib aholi kitoblarga bo'lgan talablarni o'rganish kerak, anketalar asosida, so'rovnomalar asosida bu narsalarni yaxshi o'rganishgan. Albatta oson bo'lgani yo'q. Ularni bitta guruhga jamlab, kecha-yu kunduz har bitta narsa haqida ularga ma'lumot berib va hozir loyiha yangi bo'lgani uchun media maydonda qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, umuman uni PR-i qanaqa bo'lyapti, uni ham ko'rsatib berish kerak. Kutubxonachilarimizga bu mas'uliyat ham yuklatilgan va ularni mana shu PR jarayonlariga ham o'sha ko'rsatib berish, kutubxonadagi jarayonlarni ko'rsatib berishga ham tayyorlash uchun ham ko'p energiya sarflashimizga to'g'ri kelgan va bu jarayon hali davom etyapti va eng katta qo'ygan qadamlarimizdan bittasi aholining aholining moliyaviy bilimlari, o'sha banklar homiyligida tashkil qilingan, 17 ta bank homiyligida tashkil qilingan mahalla kutubxonalarimiz aynan dolzarb mavzulardan bittasi bo'lgan aholining moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida yaqinda yana bitta chiroyli trening tashkil qildik va bu bosqichni tugatishdi. Muvaffaqiyatli tarzda o'sha Finlit katta loyiha bor, aholini moliyaviy savodxonlikka targ'ib qilish bo'yicha
savodxonlikni yuksaltirish bo'yicha ular bilan hamkorlikda mahalla kutubxonachilariga moliyaviy savodxonlik darslari o'tildi. 10 kunlik va kurs natijasi darslar oxirida imtihon asosida ular test topshirishdi va o'sha o'zini saviyasiga ko'ra, natijaga ko'ra taqdirlanishdi va har bittasi sertifikat olishdi. Kutubxonachilik asoslaridan sertifikatlandi, ular o'qitildi va moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'qitildi. Endi kutubxonaga faqat men shunday qarayman, kitobxon sifatida va borgan kutubxonalarimdan ham shuni kutaman va loyiha ham shunaqa ketyapti. Endi loyihani asosiy anaqasi bo'lganim uchundir balkim, faqat kitob olib kitob qo'yadigan jamoalardan iborat emas kutubxona. Kutubxona aynan bizni jamiyatda kuchli ijtimoiy punkt bo'lishi kerak. Ayniqsa mahalla kutubxonasi. Mahalla institutiga men alohida katta ahamiyat, katta qiziqish qarataman. Har doim men uchun juda ham qiziqarli, juda ham bir zavqli institut, ya'ni mahallani yuksaltirishdan katta narsa yuzaga keladi. Shunday qarashlar bilan aynan aholini moliyaviy savodxonligi, ularni kitoblar bilan birlashtirish jarayonlari bo'lib, kutubxonachilarimiz ham mana shu jarayonlarda faol bo'lib, hozir o'ziga bo'lgan ishonchi juda yuqori, ular bilan ishlash ham juda ham oson bo'lib qolgan. Ahillik, boshqasi bu ancha yuqori saviyaga yetdi. Kutubxonachilarga menimcha milliy kutubxona direktori Umida Teshaboyevani motivatsiyasi kuchli bo'lyapti o'yladimda. Xuddi Chunki shunaqa. biz kutubxonachilarni tanimasdik. Mana shu Umida opa o'zlari ijtimoiy tarmoqlarda profilini yurita boshlagandan beri biz kutubxona faoliyati, kutubxonachilar qanaqa bo'ladi, shular bilan yaqinroq tanishdikda. Umida opa g'ayratiga rostdan ham tan beraman. O'zlari oddiy kutubxonachilikdan direktorlikka chiqib kelgan ekanlar. Hayot yo'llaridan ozroq xabarim bor edi. Va mana shu xalq bilan birgalik hissi borda Umida opadan. Xalq bilan kutubxonachi birgaligini mana shu obrazda ko'ryapmiz. Keyin ularga masalan avval biz milliy kutubxonalarga kitoblarimizni olib borib bermasdik, lekin mana shu Umida opani ta'siri ostida hozir yozuvchilar ham, tarjimonlar ham yangi chiqqan kitobini kutubxonaga beryapti. Ya'ni milliy kutubxonada shu kitobim bo'lsin deb. Umida opa imkon qadar o'sha yangi kitoblar bilan bizni tanishtiryaptilar ham chet el bilan hamkorliklar qilib, masalan yaqinda Germaniyaga borib keldilar. Ya'ni ular qaysidir o'sha xalqaro bir kutubxonaga vitse-prezidentmi bo'ldilar. Bu ham biz uchun faxr, ya'ni O'zbekistondan kutubxonachi ayolni xalqaro kutubxonalar nimasiga vitse-prezident bo'lgani juda ham katta faxr deb o'ylayman. Xuddi shunaqa qo'shimcha qilishim mumkin. Bizlar o'tkaziladigan mahalla kutubxonachilarga o'tkaziladigan har bitta darslarda milliy kutubxona bizga metodik katta tayanch bo'lgan. Har doim o'zlari taklif bilan chiqishadi. Kutubxonachilarimizni o'qitish uchun kerak bo'lsa dasturlar, kerak bo'lsa joy, hech narsadan ya'ni bosh tovlashmaydi. Har doim quchoq ochib kutib olishadi. Buning uchun milliy kutubxona jamoasiga men har doim tashakkur va tayanaman bu masalada. Juda ham ya'ni hamkorlikda ishlaymiz. Bu ajoyib. Zo'r, odamni quvontiradi. Endi bevosita yangi chiqayotgan kitoblar va ochilayotgan nashriyotlarga to'xtalsak, oxirgi yillarda nashriyotlar ketma-ket ochilib ketdi. Odam adashib ham ketyapti. Nomida, sonida chiqayotgan kitoblarda bu ham endi yaxshilikka zo'r. Bundan xursandmiz. Tarjimalar ko'payotganidan. Umuman bu haqda fikrlaringiz? Oxirgi adashmasam yarim yilda ham 3-4 ta nashriyot ochildi. O'zimiz guvohimiz va ba'zi bilan yaqindan tanishmiz, bilamiz ularni ham. Ularni ortida turgan insonlarni ham bilamiz, ya'ni ularning darajasi, kitobga bo'lgan munosabatini ham. Umuman yangi kitoblar, yangi ochilayotgan nashriyotlar qaysilari sizlarga ma'qul bo'lyapti? Qaysilarida qanaqadir yutuqlar, kamchiliklar bo'lsa, ya'ni umuman tarjima jarayonlari muqova deymizmi, kitobni bosma sifati bo'yicha fikrlar bo'ladigan bo'lsa, nashriyotlar ko'payib ketganidan boya aytib o'tirganim, ba'zi birlarni adashtirib ham yubordim. Lekin bu yaxshi tendensiya, juda ham yaxshi. Xursand bo'laman, kitob ko'paydi. Bir 5-6 yil oldin biz tanirdik. Akadem nashr biz tanirdik. Yangi asr avlodi, yana 1-2 ta nashriyotlar va o'sha kitob tanlovi ham chegaralangan. Hozir juda ham keng, juda ham rang-barang, xohlagan janrda, xohlagan turda kitobni olib o'qish mumkin. Bu juda ham xursand qiladi. Oxirgi paytlarda men Huzur nashriyotini kitoblariga e'tibor qaratyapman, juda ham yaxshi. Undan tashqari Akadem nashr kitoblarini yangi chiqsa hammasini kuzatib o'qib boraman va ta'kidlab o'tishim kerak, Fahrenheit Press nashriyoti va uni chiqarayotgan kitoblari juda ham
sifat jihatdan ham, tanlov jihatdan ham juda ham yaxshi kitoblar. Behalovat avlodni hozir ayni damda mutolaasi bilan bandman. Xudo xolasa yanvarda muhokamasi bo'ladi deyishyapti. Undan tashqari Osborn nimasida to'plamida Pul kitobini qo'limga tushib qoldi, o'qib chiqdim. O'zim moliyaviy jihatdan juda ham bir savodxon odam emasman. Lekin o'sha Pulni o'qib chiqdim va juda ham endi yoshlar uchun mo'ljallangan, o'zimga juda ham katta insightlar oldim. Shu darajada. Menda shu. Mana hozir bir xil fikrni aytdik. Endi eski desam noto'g'ri bo'ladi-yu. Bizada o'rganib qolgan nashriyotlarni biz bilamiz, o'sha Zabarjat Media, Akadem nashr, bular qizg'in ijodda har doim juda ham zo'r va quvontiradigan holat yangi nashriyotlarning paydo bo'lgani. O'shalardan bittasi endi Yog'du, menimcha 2025 emas, u o'tgan yil bormidi yoki 2025 dan. O'tgan yil adashmasam bitta kitobi o'sha 20 yoshimga. Yog'du nashriyoti ham nashrlari bu yil ancha faol, Yog'du aytishim mumkin va bevosita o'zim kuzatib, juda muxlis bo'layotgan nashriyotlardan bittasi Fahrenheit Press va u yerda chiqayotgan kitoblar tanlovi, ularni kitoblari bilan ham ko'rib sifatiga qoyil qolayotgan bo'lsam, tanlovga alohida qoyil qolish kerak va parda ortidan ham qaysidir ma'noda xabarim bo'lgani uchun juda ham mashaqqatli mehnati, juda qisqa fursatda juda chiroyli tanlov bilan yetkazib berishdi. O'sha Osborn mahsulotlari bo'lgan shu Pul, fizika, biologiya kitoblari ham tahsinga sazovor, sifati juda ham yuqori, pulli haqiqatan man yil kitobi deb aytgan bo'lardim. Mana necha yildan beri banklar bilan hamkorlikda ishlayotgan bo'lsam va aholini aynan moliyaviy savodxonlikka hozir yo'naltirayotgan bo'lsak, Pul kitobi mana shu yo'nalishda biz uchun juda katta xizmat qiladigan kitoblardan bittasi ekanligiga amin bo'ldim va aytishim mumkin bo'lgan Behalovat avlod ayni kunlarda qayta mutolaasi bilan bandman va mana yanvar oyining oxirida bo'ladigan muhokamaga tayyorgarlik ko'ryapman. Buning uchun nashriyotga men tasanno deyman, ya'ni gap charchamasligini tilab qolamiz. Shunaqa. Ular safiga inson nashriyotini ham qo'shsa bo'ladi. Siz ular bilan ko'p ishlaysiz. Endi sizda real tajriba ko'proq, ular bilan ishlashda tarjima berasiz nashriyotlarga. Yangi nashriyotlarni sizga ma'qul bo'layotgan tomoni. Bu yil Yangi asr avlodi inson nashriyoti, keyin Yangi asr avlodi inson, yana bitta xususiy nashriyot bilan ishladim, hali uni nomlamadik. Nomi endi chiqargan, chunki bular ichida inson nashriyotini aytmoqchiman, chunki bu yildan birinchi bo'lib o'sha ko'rlikdan boshlashdi. Asosan Nobel mukofoti sovrindorlari ijodiga murojaat qilishdi. Menga ma'qul tarafi ham sifatli asar tanlashyapti, ham gonorarlarni o'z vaqtida berib, ya'ni tarjimon bilan kelishib ishlashyapti. Moliyaviy tarafdan ham, ma'naviy tarafdan ham. Chunki biz bu kitoblarni o'zimiz tavsiya qilyapmiz asosan. Ko'rlikda ham masalan tarjimon o'zi tavsiya qilgan va nashriyot qabul qilgan. Yoki mana g'ildiraklar ostidan ham o'zim tavsiya qilganman, chunki bu klassik asar bo'lgani uchun bizga hali tarjima qilinmagan deganimda, u noshir ya'ni bizni takliflarimizni qabul qilib, qo'llab-quvvatlayapti. Shu tarafdan menga ma'qul bo'ldi va yana bir nashriyotni aytib o'tmoqchiman. Alp nashriyoti, bu ham yaqinda ochildi. Alp yaqinda Ayol tarix tamaddun degan kitobi Milliy kutubxonada taqdimot qilindi. Juda ham katta bu loyiha, katta kitob, ayniqsa ilmiy izlanuvchilar uchun juda ham yaxshi asar ekan. Va shu kunlarda Alpdan Dafnalar kesildi degan roman chiqadi. Bu ong osti oqimi janridagi dastlabki asar ekan. Shu tarafdan ham meni qiziqtiryapti. Keyingi savolga o'tsak, mavzu Shahnoz opa, siz chet elda yashagansiz bir muncha muddat. Bu yoqda kitob sohasi qanday, farqlari qanaqa seziladi bu yoqda? Ya'ni kitob do'konlar, nashriyotlar o'zi umuman bizga shu qiziq. Endi men o'zim chet elga chiqmaganim uchun bilmayman, lekin qiziqaman juda ham kitob do'konlariga. Endi bir nechta davlatlarda bo'ldim. Kitob o'sha kitoblar bilan bog'liq jarayonlarni kuzatganim bilan men Turkiyada kitob sanoati bo'yicha bemalol gapirishim mumkin. Hozir ko'proq qanaqa ma'lumotga egaman. U yerda 5 yil shu joyda bo'lgan bo'lsam,
bizdagi kitobxonlik, umuman kitob sanoatidan ancha farqli, o'rganiladigan juda katta maktab deya olaman. Nafaqat biz uchun, dunyoning ko'pgina davlatlari uchun ham Turkiyadagi kitob sanoati o'rganadigan katta bir maktab. U yerda bironta do'konga kirib, bironta kitob do'koniga kirib, agar bironta kitob so'raydigan bo'lsangiz, sizdan o'sha kitobni topib berish emas, sizdan avvalambor so'raydigan savoli qaysi nashriyotda kitobi, qaysi nashriyotda chiqqan ekanligi va oldingizga siz so'ragan kitobdan kamida 7 ta 8 ta tanlov qo'yadi. Qaysi biri sizga ma'qul. Ya'ni bu yerda tarjimon ishini mahorati, kitoblarning sifati, kitobning narxi, har bitta elementga qarab kitobxon o'ziga kerakli nimani tanlab olishi mumkin. Ba'zi kitobxon narxi ma'qul bo'lgani, sifati pastroq bo'lganini ola oladi, ba'zisiga juda tarjima yuqori bo'lgani kerak, ba'zisiga har bittasi juda ham sifatli bo'lgani kerak. Shu jihatdan Turkiyada kitob sanoati, kitobxonlik rivoji ancha yuqori va yana bitta katta narsaga ahamiyat berganman. Umuman dunyo adabiyotida, dunyo kitob nimasida o'sha yozuvchilarda yangi kitob chiqishi bilan uzoqqa bormasdan Turkiyada tarjimonlar shu darajada yaxshi ishlashadi va tez orada tarjima qilinadi. Oradan qisqa fursat o'tmasdan uni turkcha tarjimasini bir nechta versiyada qo'lingizga olishingiz mumkin bo'ladi. Adashmasam ana bu shu tarjima deganingizga Dan Brownni kitobi, Sirlar siri oxirgi chiqqan kitobi premyera bo'ldi ingliz tilida. Turkiyada o'sha kuni u ham sotuvga chiqqan. Bu juda ham zo'r narsa-da. Ya'ni siz birdaniga qaysidir tarjimani o'sha paytda o'qiyapsiz. Bizda ham lekin tarjima bo'lmasa kerak, yaqin bir Endi As-Saxiy Dan Brown bilan kitoblarni ko'p chiqaradi. Yozuvchini o'zi aytdi sahifasida, O'zbekiston degan joyga As-Saxiyni qo'yib ketgan, lekin As-Saxiyni o'zi hali birorta bir ma'lumot bermadi, chiqadi yoki chiqmaydi degan. Baribir chiqargan taqdirda ham oradan qanchalik vaqt o'tadi-da. Ham paydo bo'lyapti shu tendensiya. Mana Hamsunda ochlikka chiqdi-ku. Ochlik Yangi ko'p asr nashriyotda avlodida va Huzurda chiqdimi? Adashma Huzurmi? Huzurda ekan. Huzur va yangi asr avlodida. Yana bitta nashriyotda chiqdi. Qaysidir nashriyotda yana bitta chiqdi. U lekin bizda tanlov imkoni paydo bo'ldi. Sifati ozgina pastroq. Tarjima kim bilmayman, lekin yana bitta ko'rdim. Endi bu Hamsunni mualliflik nimasi o'tgandan keyinmi? Masalan, Dostoyevskiyning har xil variantlari bor. Tushunarli. Adashmasam unda ham o'tgan shekilli. Asosan lekin men tarjimonga qarab olaman. Kitob sifatidan ko'ra tarjimonga qarayman. Tarjimon o'sha o'zim sinalgan tarjima bo'lsa shuni olaman. Ko'p sifatiga, masalan, bosma sifatiga uncha e'tiborsiz ekanman. O'qisam bo'ldi ekanda. Ma'ruf aka sizchi kitob tanlashda? Kitob tanlashda men to'g'ri tarjimonga ham qaramas ekanman. Faqat sifatiga. Ha, sifati nima deydi, oxirgi paytlarda o'zim soham psixologiya bo'lgan, psixologiyani o'qib chiqqanman. Shunga yaqinroq bo'lgan kitoblar o'sha aytdim-ku, YouTube'ga video qilyapman deb, o'shanga mosroq bo'lgan kitoblarni tanlashga o'tib ketganman hozir. Juda ham tanlab o'zi kitobxon kitob tanlashda qanaqadir injiq bo'ladi, juda ham. Chunki endi u masalan ayniqsa uyda kutubxona tashkil qilayotgan odam bir marta o'qishcha olmaydi-da. U qayta o'qishcha yoki kutubxonasida saqlash uchun oladi. Chiroyli turish uchun oladiganlar ham bor masalan. Hozir lekin ko'payib ketgan, chiroyli tursa, ketgan. hali obro' berib tursa degan. Instagramda yoki Telegramda qanaqadir rasm, video uchun shunga yarasha seriyali kitoblar dizaynga ham alohida e'tibor berish kerak endi bundan buyog'iga. Seriya ko'paydi, agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, balki bu o'sha kitobxonlarning ta'siridir. Ya'ni Bukkinislar buni ommalashtirdi. Eski seriyalarni qimmatroq narxda sotishni, keyin o'z nashriyotlar ham seriyaga o'tib ketishdi, kitoblarni seriya qilishga. Bu yaxshimi yoki sizlarning fikrlaringiz? Yaxshi, menimcha Nuralini kutubxonasini ko'rib videosini voy dedim. Hamma seriyalar yiqqan ekan. Endi hozir Nurali ko'rib turgandirsiz. Malades, zo'r qildingiz. Boshqani book blogerlar, kitobxonlarga motivatsiya berdingiz. Borish kerak. Nuraliga anamiz bor. Keyingi podkast uni kutubxonasidan vizif tashlab qo'yganmiz. Faqat endi kutubxonasi bitishini kutyapman. O'zi ham 1 yildan beri kutubxona qilyapti yangi. O'shani kutyapmiz. Agar bo'lsa, borib kutubxonasini ko'rib kelamiz. Bu boshqalarga ham menimcha yaxshi motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Chunki juda katta kutubxonasi bor, xazinasi juda ham boy. Seriyalarda
Akadem Nasrni seriyasi juda ham yoqyapti. Kitoblar tanlovi, unda zalvorli kitoblar deydi-yu, shunaqa kitoblar tanlanyapti. Shu borada juda ham yoqdi menga u. Keyin undan tashqari Zabarjatni bolalar uchun seriyasi chiqayotgan edi. Bilmayman hozir chiqyaptimi yo'qmi, ikkita kitobdan ikkita keyin kitobdan keyin to'xtab qolgan, lekin o'sha Terabitiyani o'sha seriyada o'qidim. Endi Terabitiyan kinosini ko'rib katta bo'lgan avlodimiz. Kitobi ham qiziq edi. Menimcha o'sha seriyani davom ettirish kerak. Qanday bo'lmasin, chunki bizda bolalar adabiyoti juda ham oqsoqlangan. Men juda ham ko'p izlab ko'rganman, juda kam. Menimcha ko'paytirish kerak, shu narsaga e'tibor berish kerak. U seriya juda ham zo'r chiqayotgandi. O'sha paytda nashriyotda ishlardim. Nom topishimiz ham qiziq bo'lgan. Nashriyot rahbari Ma'mur opa farzandlarini Quyosh uni erkalatadilar. Ya'ni seriyaga nima nom qo'yamiz deganda bitta xayolimga kelgan. O'zingizni, ya'ni har doim aytayotgan gapingiz bilan nomlaymiz, yaxshi bo'ladi deb o'shanga aniq qilganmiz. Lekin seriya endi davomi kitoblar tanlangandi, faqat qachon chiqadi tezroq chiqsa yaxshi bo'ladi. Chunki zo'r tanlangan, rostdan Terapetiya bilan Mary Poppins boshda yaxshi tanlov bo'lgan. Terapetiyani endi aytganingizdek o'zimiz kinosini ko'rib katta bo'lganmiz. Juda ham travma oladigan kino. Qayta ko'rsa ham odam o'zi mazza qiladigan kino, ya'ni zerikmaysiz uni ko'rishdan. O'zi o'sha kitobini o'qiganimdan keyin sirazi kinosini ham ko'rdim qaytadan. Qiz o'lmasa edi. Men spoiler bo'lyapti, ilojim yo'q, aytib ketdim. Nima deydi? U yoshligimizda ko'rib juda katta travma olganlar ko'pda unda. Lekin hozirgi bolalar ko'rmaydi shu kinolarni. Men bolalarimga tavsiya qiladigan kinolarim ko'p. Umid ko'risham, uncha zerikarli deyshadi. Ular shunaqa qisqa video ko'rishadi qolishgan. Men bu reels deymiz, shunaqa narsalarga qisqalikka o'rganib qolishgan, iloji bo'lsa kamroq bo'lsin deyshadi. Unaqa 2 soatlik kinolar yo'q, ko'risha olmaydi. Unaqa katta kitoblar ham o'qish olmayman. Kichkina kitob do'koniga borsa kichkinalarni tanlab beraman. Iloji boricha rasm ko'p bo'lsin, matn kam bo'lsin. Hozirgi zamon bolalar shunaqa qisqalikka o'rgangan. Ana bu ikkita videom oxirgi 2 oyda juda ham yaxshi prosmotr yig'yapti. Miyo bolajonim Miyo bilan Uchuvchining parvozi degan kinolar ikkalasiga qilingan video. Izohlari yozilyapti, izohlarga qarayapman, hammasi keksalar. Mendan katta shunaqa yoshlar yo'q-da. Hamma nostalgiya qilyapti. Nima deydi? Baqaloq. Shunaqa narsalarni yozishyapti. U uchuvchi degan yozuvlar hammasi yosh katta insonlarda. Ular nostalgiya qilishyapti, lekin hozir yoshlar Miyoni qo'yib bersangiz ham yoki Uchuvchining parvozini qo'ysangiz ham ular uchun qiziq ham emas. Ayniqsa ulardan zerikishsa kerak, chunki grafikalar olinishi ham boshqacharoq. Balki bolalarda ham kelajakda bo'lar, masalan, yangi multfilmlar yoki kinolar chiqyapti-ku, ularga ham qanaqadir narsa. Masalan, ma'lum minyonlarni ko'rishadi. Masalan, ular katta bo'lsa, shu minyonlar uchun nostalgiya bo'ladi, shunaqa. Biz o'tgan oyda kutubxonalarimizda aytib o'tishim kerak, mahalla kutubxonalarimizda har oyda muntazam yo'lga qo'yilgan kitob muhokamalari o'tkaziladi. 14 yoshgacha bolalar uchun bo'lgan bolalar uchun alohida kitob, undan yuqori yoshdagilar uchun alohida kitob tanlanib, yil boshidan tasdiqlab berganmiz. Shu bo'yicha tayyorlanishadi har oyda. O'tgan oyda Miyo bolajonim Miyoni yosh bolalar shu tahlil qilishdi. Juda ham katta taassurotlar, juda ham katta anaqalar, nima deydi, fikrlar, ijodlar bolalarning ichidan bir chiqdi. Miyo haqiqatan ham bolaligimizning nostalgiyasi. O'sha aynan mahalla kutubxonalarimiz bo'lgan mahallalarda biz qaysidir ma'noda bolalarga ochib bera oldik o'sha kitobni. Yana o'sha mavzu bo'ladi, kitoblar chiqaveradi, kitoblar yozilaveradi, ularni tahlil qiladigan muhtam bo'lish kerak-da, ularga ochib beradigan. Bu ham bitta katta mavzu. Biz ko'p gaplashamiz kitobxonlar bilan. Endi mavzuga hozirlik qanchalik nima qildik, savolga qanchalik to'g'ri keladi bilmayman. Kitoblar, nashriyotlar, tarjimonlar haqida gaplashyapmiz. Bularning hammasi katta yutuq, lekin oldimizda katta turgan vazifa bor deb o'ylayman. Umuman kitobxonlik sohasida, mana shu kitob sohasidagilarning oldida chiqayotgan, nashr qilinayotgan, tarjima qilinayotgan kitoblarni o'qitishni ham o'rgatish. Men o'sha kitobni muhokamaga qo'ymaganimizda yuzlab bolalar o'sha Miyoni o'qimagan bo'lardi, bilmagan bo'lardi. Va unga o'qitishni ham o'rgatishimiz kerak. Aynan PR mana shu jihatga qaratilishi kerak. 4 ta mashhurroq nimaga jo'natib, blog yuritadiganlarga jo'natib emas, ularni o'qitib, mana shu
issiq jarayonlardan ularning fikrlari bilan PR bo'lishi kerakki, shundagina bu chiroyli tarzda keta oladi deya olaman. O'qitishni o'rgatishimiz kerak, menimcha. Haqiqatan masalan miyoni tokchaga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, siz bilan men olishimiz mumkin, lekin bolalarga mo'ljallanganini ko'ramizda, endi biz taniganimiz uchun olishimiz mumkin. Bolalar uni qiziqmaydi hamda, ularni qiziqtirish kerak. Juda qiziq. O'zi zo'r narsa aytdingiz. Mana nashriyotlar uchun ham bu, kitobni PR uchun ham zo'r narsa. Menga ham endi qaysidir nashriyotlardan kitob kelsa, to'g'risi o'ylanaman, ya'ni tarmoqlarga qo'yaymi, yo'qmi? Chunki doim bir xillik bo'lib qoladi. Keladi, siz rahmat deb qo'yasiz, bo'ldi. Keladi, rahmat deb qo'yasiz. Lekin u kitob o'qilyaptimi, asosiysi va undan biz nima olyapmiz? Endi menimcha o'zi shu jarayonga keldik. Ya'ni nashriyotlar ham e'tibor bersa bo'ladi bunga. Ya'ni bo'ldi, biz odamlar kitob olishga yoki kitobni nimaligiga o'rgatib bo'ldik, endi uni ichiga o'tishimiz kerak, balki tahlil qilishimiz kerak. Masalan, kitob muhokamalari boya aytganimizdek o'tkazilyapti kam miqdorda va tarjimonmi yoki o'sha kitobni muallifimi chaqirilmaydi yoki uni fikrlari yoki noshir o'sha nashriyotdan kimdir vakil muharrir bor baribir. Ular kitobni qanaqa tushunishgan, nimaga tanlashgan bu kitobni yoki hozir biz uni o'qisak nima olamiz degan narsalar endi menimcha muhokama qilinishi kerak endi. Juda ko'p bo'lishi kerak. Juda katta oldimizda turgan narsa deb o'ylayman va juda muhim. PRni ham eng asosiy tayanadigan, kitobxonlik sohasining eng asosiy tayanadigan jihati mana shu bo'lishi kerak deb o'ylayman. Busiz hammasi ya'ni hech narsa emas. Faqat ko'ngillilar qilyapti-da. Masalan, o'zi istab, o'zi jon kuydirib qilyapti. Hamma entuziastlar. Qandaydir davlat shunga grant ajratsa-da yoki tanlov e'lon qilsa, mana bu blogerlar jamoasi uchun tanlov, falon pul beriladi, yil davomida xohlagan kitobni har oyda muhokama qilasizlar, biz moliyaviy nima qilib beramizda. Bellashuv bo'lsin, qanaqadir sof, halol bellashuv bo'lsin, bu blogerlar jamiyati guruhlarga bo'linib, shunga nima qilsin, qatnashsin. Shunaqa loyihalar yetishmaydi bizga. Loyihalar bor, o'zimiz bilamiz, bu nima deydi, muhokamalar, kitob muhokamasi bo'ladigan klublar bor, lekin ular ham tor doirada, juda ham kam odam keladi. Ba'zida endi bilmadim, ular chaqirsa, endi tarjimon sifatida tarjimonlar borsa kerak. Boradi. Mualliflar borsa kerak, chaqirsa. Ya'ni kitobni eng zo'r reklama qiladigan odam bu balkim yozuvchi ham emasdir, balki faqat kitobni o'qigan odam deb o'ylayman. Kitobni o'qigan odam kitobning eng yaxshi reklamasini amalga oshiradigan odam. Menimcha diqqat shunga qaratish kerak, muhtaram nashriyotlar, muhtaram yozuvchilar, tarjimonlar. Mana shu muhim narsa. Siz o'zingiz kanalingizga qo'yib borasiz-ku, kutubxonalardan qanaqadir lavhalar, o'shalar ham qiziqda, juda qiziq. O'sha yerda jarayon, endi kitobga bizning mehrimiz bo'lgani uchun balkim boshqacha ko'rinar, lekin o'sha jarayonlar kerak. Qisqa bo'ladimi, uzun bo'ladimi, barib chiqaraverish kerak, ko'rsataverish kerak odamlarga, qachondir tortib ketadi odam o'sha yerga. Qiziq bu narsa. Yuzlab kutubxonalarimizdan kontentlar, mingga yaqin kontent keladi bir kunning o'zida. Ilhom juda ham yaxshi bilasiz. Faqat resursimiz kamroq bo'lgani uchun biz undan faqat qo'lga ilingan, oldimdan birinchi turganini olib men joylashtiraman, qo'yaman kanallarga, boshqasiga. Aslida u kontentlardan minglab bor. Bu haqiqatan qimmatli. Shunga odam ko'zi shunga o'rgangandan keyin, "Oya siz aytgan kitob keldi, menga paloncha nashriyotdan keldi" deb bu juda ko'p qo'yib odam ko'p qolib o'zini ham g'ayritabiiy tuyulyapti. Oxirgi paytda kelyapti, mana qo'yyapmiz, bo'ldi. Lekin uni kim o'qiyapti? Kim aslida uni o'quvchisi balki boshqadir. Mana shu narsalarga ham e'tibor berib, muhokamalarni kuchaytirsak zo'r bo'lardi lekin. Shu yerda anonni ham qo'shib ketay. Bizning o'zimizning kichkina doiramiz bor, kitob doira. Amallaringiz bor u yerda. Uni maqsadi o'zi umuman boshqacha bo'lish kerak edi. Muhokamalar, qanaqadir tarjimalar, o'shanaqa narsani qilishimiz kerak edi, lekin nimagadir suslashib ketdik, nimagadir faqat yangi kitob olinganda u yerga ko'rinish beradigan bo'lib qoldik. Lekin u yerda menimcha hali ham kech emas, uni jonlantirish kerak, kitob muhokamalarni o'sha yerda qilishimiz kerak. U ham bir qiziq platforma, qiziq instrument kitobni targ'iboti uchun ham. Menimcha undan ham maksimal foydalanishimiz kerak. Muhokama deganda, keyin bizda o'zim endi kanallar, Telegram kanallarda ovozli podkastlar bo'lganda, ba'zida eshitib qolaman yoki qatnashganimizda bilamiz, ba'zida ijodkor, tarjimon yoki nashriyot salbiy fikrlarni yaxshi qabul qilmaydi.
Ha. Nodir aka, bu borada endi siz tarjimonsiz, ijodkorsiz. Holat qanaqa bo'lishi kerak o'zi? Nimaga bizda tanqidiy fikrlash yoki doim bir adabiyotni maqtashimiz shartmi o'zi? O'zi Murakami aytadi-ku, dunyoda mukammal matn yo'q deb. Har bitta nashriyotni masalan qo'limizga olsak, qandaydir kamchilik bo'ladi. Bu tabiiy. Bu matn tarafidanmi, tarjimon tarafidanmi, muharrirmi yoki bosma sifatimi, kamchilik bo'lishi tabiiy. Bunga ba'zi nimalar taqriz yozadiganlar buni juda ham bo'rttirib ham yozishadi-da. Bu tabiiy qabul qila olmaslik bor. Keyin noshirlar ham buni to'g'ri qabul qilib, keyingi nashrlarda to'g'rilaymiz deb qanaqadir madaniyatli bir izoh bilan ham yozishi mumkin, lekin ba'zi SMMchilar juda ham qizishib ketib, urushib ham ketishadi. Ikki tarafda ham madaniyat bo'lishi kerak. Ikki tarafda ham madaniyat bilan kamchilikni aytish bor yoki atayin qasd qilib aytish bor kamchilikni. Keyin nashriyot tarafidan ham eng yaxshi javob o'zi keyingi nashrlarimizni to'g'rilaymiz degan javob. Bunga hech kim masalan qarshilik qila olmaydi. Masalan, Feruza Allayev shunaqa madaniyatli yo'l bilan ko'p izohlar berib o'tadi. Lekin ba'zi muharrirlar bunda men qancha ishlagandim, qancha mehnatim singan, bitta xato uchun mehnatimni qora qilyapsan degan urushib ham ketishadi. Aytganimdek, hammasi madaniyatli tushuntirishga bog'liq. Tanqidlar ham konstruktiv bo'lishi kerak-da, u uchun. Asosli. Asosli bo'lishi kerak. Shunaqa. O'zi umuman olganda men o'zi kitobxon nuqtai nazar bilan qaraydigan bo'lsam, kitobxonlik sohasidagi har bitta qilinayotgan narsani avvalambor katta yutuq sifatida qabul qilish kerak va tanqidlarni haqiqatdan bo'ladi, endi tanqidsiz ham bo'lmaydi. Aytayotgandek, tanqid ham ikkiga bo'linib qolishi kerak emas, maqsadli bo'lishi kerak. Men shunday kitobxonman, katta yutuq deb hisoblayman. O'sha tanqidli vaziyatni ham katta yutuq deb hisoblayman. Har qalay katta qadam, oldinga tashlangan qadam deb hisoblayman. O'sha tanqidlarga berilmasdan ishlash kerak deb o'ylayman. Tanqid bu rivojlantirish uchun-da baribir. Ayniqsa kitobxonlik sohasida muhim. Shunaqa. Endi nima deydi? Bizda doim maqtashga o'rganib qolganmiz. Shunga bu narsa ham qanchadir darajada kerak. Sifatni nazorat qilmasangiz yoki hamma o'zi bilganicha qaysidir kitobni chiqaraversa ham bu unchalik to'g'ri bo'lmasligi mumkin. To'g'ri. Suhbatimiz ham yakunlanib qoldi. Endi 26-yilda rejalar qanaqa? Kimda qanaqa ijodiy yoki ish nuqtai nazaridan? Shahnoz opa mahalla kutubxonasida, Nodir opa tarjimonlikda, Ma'ruf aka mana bloglarni endi jonlantirdilar. Chunki bilaman YouTube'da video qilish og'irroq, mashaqqati ko'p. Shunday. Endi rejalar bilan bo'lishsak, 2026-yilda loyiha bo'yicha, mahalla kutubxonasi bo'yicha rejalarimiz katta. Aytayotganimdek, respublikaning turli hududlariga shu loyiha bilan kirib borishni niyat qilganmiz. Nasib qilsa, ko'pgina mahallalarda mahalla kutubxonalari bo'ladi. Shuni harakatdamiz. 2026-yilga eng katta rejalardan bittasi bu. O'zim shaxsiy aytadigan bo'lsam, o'zimizda ko'proq ishlash va yangi nima deydi? marralarni. Shunaqa bor rejalar, nima bo'yicha, ta'lim bo'yicha. Fitnessga chiqish deydi, sog'lom. Yo'q. Shakardan voz kechish yoki shunaqangi. Ilmiy sohada bir nechta maqsadlar qo'yganman. O'sha maqsadlarni qat'iy shug'ullanish nasib qilsa 2026-yilda maqsadlar katta. Yana bir ikkita tarjimalarda nazarimga olib qo'yganman, ko'z ostimga. Hozircha aytmay turamiz. Agar hech kim ilib ketmasa, shularni tarjima qilish niyatim bor. Undan tashqari, endi diplom olgandan keyin universitetda ishlash niyat tug'ildi, chunki tarjimonlikdan dars berishga qiziqib qoldim. Chunki baribir o'zim tajribalarimni, badiiy tarjimonlik nimalari bor-ku, fakultetlar, shularga ulashib, qandaydir jarayonda bo'lish, muloqotda bo'lishni istayapman. Bu endi 10 yillik frilanserdan ham ketish oson emas, lekin bir sinab ko'rish kerak, chunki bizda nimaga badiiy tarjimonlar yetishmayapti deymiz-ku, lekin mana shu ustoz tarjimonlarimiz yoshlar bilan birga ishlamagan uchun deb o'ylab qoldim. Keyin nimaga men ham yoshlarga o'zim tajribamni ulashmayman degan bir his ham o'tdi. Balki shuni bir sinab ko'rish niyatim bor. Zo'r. Roman yozish deydi. Uni aytsam keyin bajara olmay qolaman. Bo'lmasa yaxshi yangiliklarni kutamiz Nodir opa. Menda 2019dan beri bor YouTube kanalim, 2019dan beri video chiqaraman. Hech qachon professional bo'lmagan, hech qachon. Shunchaki
mikrofonni mikrofon ham bo'lmasdi. Kamerani, telefonimni qo'yib qo'yardim, ssenariyim bo'lardi, chiqib gapiraverardim. Ko'rsanglar, hali ham o'chirmaganman ko'p videolarni. Sifati hamon qadar. 2026-yilda sal более professionalroq yondashmoqchiman. Ma'lum mutaxassislar bilan gaplashib, albatta, chunki ularsiz bo'lmas ekan. O'zingiz shunchaki qo'yib gapiraversangiz, hech qanaqa rivojlanish, hech qanaqa o'sish bo'lmas ekan. Bunga hech qachon men professional qaramaganman, hobbi sifatida qaraganim uchun doim e'tibor bermaganman. Yo'q, sal e'tibor berish kerak ekan, chunki bitta odamga foydam tegsa ham o'sha meni haqiqiy yutug'im deyman-da. O'sha videomdan, ichida gapirilayotgan gapimdan men shu maqsadim 26-yilga YouTube kanalimga ko'proq e'tibor berib, uni rivojlantirib, professionallar bilan ishlamoqchiman. Shunda yaxshi kontentlarimiz. Zarur. O'zi YouTube ozgina qiyinroq platforma Qiyin, bilamiz, juda qiyin. chunki texnika bor, bu yoqda jamoa bo'lishi kerak. Xullas, o'zgarish uchun dushanbani yoki 1-yanvarni kutish shart emas. Dekabrning o'rtasidan ham kitob o'qishni boshlasangiz bo'ladi. Yangi yilda 50 ta 60 ta kitob o'qiyman deb to'g'ri maqsad qo'yish yaxshi-yu, lekin uni boshlash uchun yanvar yoki yangi yilni kutish shart emas. Uni uddalay olmasangiz, keyin uni stressi ham yomon. Ha, shunaqa bo'ladi, uddalay olmaslik. O'zim ham bunaqa narsa, imkon qadar plankani ozgina kamroq qo'yish kerak. Undan oshib ketsa zo'r, motivatsiya yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Unga plankani katta qo'yib yeta olmasangiz, yana motivatsiya tushib ketishi mumkin. Shunday. Biz 25-yilni yakunladik, 26-yilda ham xudo xolasa videolarning sifatini va mavzularini yana ham chuqurroq va yaxshiroq qilmoqchimiz. Bizda bugun shular. Ko'rganingiz uchun rahmat. Kelgan mehmonlarimizga ham alohida tashakkur aytamiz. Obuna bo'lishni, like bosishni va fikrlarni izohlarda yozishni unutmanglar. Har qanday fikrni o'qiyman o'zim va javob beraman. Va videoni ommalashtirishga yordam berganlarga ham har doim kommentariyga kirib rahmat deb chiqishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun sizga ham rahmat aytishim uchun do'stlaringizga tarqating. Xayr, salomat bo'ling. 26-yilda ko'rishamiz. Xayr. Bekzod, siz bilan ham 26-yilda gaplashamiz.